Bu mavsum Angliya Premyer Ligasida omadsizlikka uchragan top 3 ta jamoa haqida bilarmidingiz? Bilsangiz hoziroq videoga like bosing, bilmasangiz video davomida bilib olasiz. Birinchi eng omadsiz jamoa bu shubhasiz Tottenham do'stlar. Aynan shu porlar o'tgan mavsum Yevropa Ligasi g'olibi bo'lishgan edi va tabiiyki bu mavsum ulardan yanada yuqori natija kutildi va yetarlicha transferlar amalga oshirildi. Lekin Tottenham hozirda juda omadsiz mavsumlardan birini o'tkazmoqda. So'nggi ikkita uchrashuvda Tottenham ochko yo'qotadigan bo'lsa, tabiiyki West Ham g'alaba qozonadigan bo'lsa, Tottenham Championshipga ravona bo'lishi mumkin. Ikkinchi omadsiz jamoa bu Chelsea do'stlar, lekin aristokratlar o'rganib qolishgan. Ular uchun bu fojia emas, lekin Chelsea o'tgan mavsum klublar o'rtasida birinchi marotaba yangi formatda o'tgan Jahon chempionati g'olibi bo'lishgan, kamiga finalda turgan PSJni yanchib tashlagan edi. Lekin Chelseaning mana bunday omadsiz mavsumining boshlanish sababi aynan Enzo Marescaning iste'fosi sabab. Ana endi ular Chempionlar Ligasi va Yevropa Ligasida ishtirok etish huquqidan mahrum bo'ldi. Uchinchi omadsiz jamoa do'stlar bu Liverpool. Ha, aynan o'tgan mavsum Angliya Premyer Ligasi g'olibi, Chempionlar Ligasida chempion bo'lish uchun favorit edi, lekin omadsizlik sababli PSJga penaltilar seriyasida mag'lub bo'lgan Liverpool ushbu mavsum avvalida yetarlicha rekord transferlarni amalga oshirdi va bu mavsum yana APLni yutishi va Chempionlar Ligasida asosiy favorit deya sanalayotgan jamoa edi. Lekin ular hozirda nafaqat Chempionlar Ligasida, balkim Angliya Premyer Ligasi poygasidan ham chiqib ketdi. Hattoki ular so'nggi uchrashuvda Brentfordni mag'lub eta olmasa, Chempionlar Ligasining yo'llanmasini ham qo'ldan boy berishi mumkin. Ana endi hammani qiziqtirayotgan 3 ta savol bor. Tottenham Hotspur Championshipga tushib ketadimi? Tarixiy voqea yuz beradimi? Xabi Alonso Chelseaga kelib to'g'ri ish qildimi? Yoki Chelsea Xabi Alonsoni olib kelib to'g'ri ish qildimi? Liverpool nima sababdan yana Arne Slotni o'z jamoasida qoldirdi? Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Sizlar bilan Jaydar podkast.